Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana shu RFL bot haqida, ya'ni CS2 ga tekin skin chiqarish haqida video bo'ladi. Bu videoda qanday qilib tushgan qurolni chiqarish yo tushgan stikerni chiqarish, shular bo'yicha batafsil chiqarishdagi muammolarni oldini olishni o'rgataman. Hozir mana bizning balansimizda 989 tanga turibdi. Bu tangani ishlash yo'llarini kuniga mana tepada turgan olmos ustiga bossangiz 100 ta beradi. Men уже olib bo'lganman, shuning uchun shunaqa chiqyapti. Kuniga 100 marta bosib 100 ta tanga olishingiz mumkin. Qarang, bu yerda do'stingiz taklif qilganingizga 500 ta, keyin sizlarda yana boshqa narsa chiqadi. Men shartlarimni bajarganman hammasini. Mana odamlar qabul qilingan. Silkadan mana Druziyadan. Xo'p, 989 bo'lsa, hozir birinchi o'rinda qurolni chiqarish uchun oldin mana kes aylantiraylik-da, mana kes mana 500 talikka kiramiz. Spoti bilan bo'ladi. Kes aylantiramiz. Bu yerda hozir endi chiqamiz. Profilimizga o'tsak, Получение предмет deyapti. Ya'ni buni bosamiz. Prodat qilsam 945 ga sotiladi. Yoki buni akkauntimizga, Steam akkauntimizga qanday qilib tashlasak bo'ladi. Mana ko'rinayotgan bo'lsa Vivesti deb turibdi. Shu Vivestini bosamiz. To'xtanglar, oldin ta'san ko'rsataysizlarga. Steamga kirganimizda mana ko'pchilik shu jo'natayotgan payti bo'layotgan muammo, ya'ni ashibka deb chiqadi. O'sha ashibkani oldini olamiz birinchi Steamdan. Steamga kiramiz. Inventarni bosamiz. Keyin mana Yoshi deb turgan joydan Настройки привности deganini bosamiz. Xo'p, mana xuddi mana shu yerda настройкani menikidek qilishingiz kerak. Birinchisi открытый, ikkinchisi открытый, uchinchisi ham открытый. Bu yerda mana galочка qo'ysangiz bo'ladi, galочка olib tashlasangiz bo'ladi. Galочка bo'lmash kerak. Открытый hammasi. Bu yerda ham galочка bo'lmasligi kerak. Bu yerda esa oxirgisida оставлять комментарий может только вы. Xuddi mana shunaqa настройка qilasizlar. Xuddi mana shunaqa настройка bo'lganidan keyin mana bu chiqib ketaverasizlar. Bu Steamdan to'g'rilab olgan bo'lsa mana surib olamiz. Bu mana trade link. Trade linkni qanday olasan? Mana tepada ko'k yozib turibdi. Na страница обмен va Steam deb. O'shani shunday bossanglar, o'zi mana to'g'ri olib kirib ketadi trade linkga. Mana sal pastroqqa tushsak, xohlasanglar sazda silka o'qinglar, xohlasanglar mana shu yerda turgan silkani bosasizlarda, mana oxirigacha o'tkazib, kopiya qilasizlar, chiqasizlar. Mana men oldin qo'yganman, sizlarga boshqadan qo'yib ko'rsatyapman. O'chirasizlar buni. Sizlarda menimcha bo'lmaydi. Выставить qilamiz. Ya'ni robot. Shu bilan keyin buni bitta narsasini aytay. Steamga menda Wi-Fi bilan kirsam ishlamayapti. O'zimda internetim bilan kirsam ishlayapti Steam. Wi-Fi bilan kirsam ishlamayapti. Shuning uchun internetimdan qilyapman hozir, faqat internetimdan ishlayapti. Продолжить deb bosamiz. Endi shuni inobatga olinglar. Internetim bilan ishlayapti. Menimcha sizlarda ham internet bilan ishlasa kerak. Bo'lmasa ashibka deb chiqishi mumkin. Предмет отправлен в ваш Steam deyapti. Xo'p, Steamingga yubordik deyapti. Endi pastda mana ko'rgan bo'lsalar, создание обмена deb turibdi. Endi chiqamiz. Steamga kiramiz. Buni pastda qo'ng'iroqchani ustiga bosamiz. Mana 3 ta kelgan. Bu 3 tani olganman. Endi 1-2 yangilaveramiz. Birpas kelishini kutamiz. Atak mana buni ustiga bosadigan bo'lsak, oldingi kelgan narsa mana SSG 08 ga, P250 ga, mana bu shu hammasini RFL botdan chiqarganman. Hozir 1-2 yangilaveramiz. Xo'p, Steamda bitta yangilaveramiz. Qayta kiramiz. Biroz vaqt tutishingiz mumkin. Ayrim paytlar tez keladi, ayrim paytlar sekin keladi. Mana kelibdi menga. 5 minut oralig'ida keldi.
ayrim paytlar cho'zilishi mumkin, cho'zilmasligi ham mumkin, sразу kelishi mumkin. Mana yashil bo'lib turibdi tepada. Kiramiz. Xo'p, yangilanyapti. Mana o'sha quroq. Qarang, bu yerdan nimani bosamiz? Pastda ответить на предложение deyapti. Shuni bosasiz. Keyin подтвердить bosamiz. Mana yashil chiqdi. Pastga tushamiz. Принять обмен. Shu bilan bo'ldi mana. Bu skim bizning case akkauntimizga o'sha CaseGo'ga kirsak turgan bo'ladi. Hozir men kompyuterim yo'qligi sababli kirib ko'rsata olmayman, lekin bu o'sha meni Steam'imga tushdi. X bosamiz, mana bir kunning o'zida 4 ta chiqardim isboti bilan. Xo'p, endi Telegramga qaytib kiradigan bo'lsak, xuddi shu skin, mana hozircha bu yerda обмен deb turibdi, lekin o'sha meni akkauntimga tushdi. Mana chiqargan qurollarim ham bu yerda turibdi hammasi. Xo'p, bu botni silkasini men описаниyaga va kommentariyaga qo'yib qo'yaman. Meni linkimdan o'tsangiz bir marta birinchi kirganingizga tekin aylantirishga beradi. Menga ham plus bo'lgan bo'lardi, to'g'risini aytadigan bo'lsam. Videoda kamchilik bo'lsa, bemalol kommentariyada yozishingiz mumkin. Agar qandaydir muammo bo'layotgan bo'lsa, bemalol yozib murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat.